Yaxshi mahsulotlardan, Rossiyani mahsulotlaridan foydalanish kerak emas. Qo'llarni asrash, ish qilayotganda perchatka kiyish kerak emas. Pul topish ham kerak emas. Komanda qilib natijaga chiqish kerak emas. Berilayotgan imkoniyatdan foydalanish kerak emas. Mahsulotlarni ichki narxda olishchi, u ham kerak emas. Kollektiv, bayramlar, o'yin-kulgi, xursandchilik bular ham kerak emas. Oila byudjetiga yordam berish, kichkina bo'lsa ham narsa olib kelish, yordam xo'jayinga, turmush o'rtoqqa yordam kerak emas. Xohlagan mahsulotni xohlagan vaqtda ochib maza qilib ishlatish kerak emas. Bolalariga kerakli narsani olib berish kerak emas. Bizga tinchlik bo'lsa bas.